Assalomu alaykum aziz muxlis. Frontdagi vaziyat. Ukraina Rossiyaning Donbass bo'ylab ichkarilishini to'xtatishga erishdi. Ukraina qurolli kuchlari Donbass markazida Rossiya armiyasining hujumini to'xtatishga muvaffaq bo'ldi. Biroq buning uchun katta to'lov qilishga to'g'ri keldi. Ukraina qo'mondonligi Rossiya qurolli kuchlarining Pokrovsk va Konstantinivka oralig'idagi yorib o'tish joyiga boshqa yo'nalishlardan katta kuchlarni olib kelib tashladi. Natijada qo'shimcha kuchlar olingan yo'nalishlarda ukrainlar mudofaasini zaiflashgan. Xususan Rossiya qo'shinlari Shimoliy Don daryosining ikkala qirg'og'i bo'ylab Slavyansk tomon harakatlanib, Ukraina qurolli kuchlari 2022-yil kuzidan beri muvaffaqiyatli mudofaa qilib kelayotgan Kremensk o'rmonlarini egallab oldi. Rossiyaning yana bir guruhi Zaporojye oblastlari chegarasi bo'ylab g'arbga deyarli to'siqsiz harakatlanmoqda. Bundan tashqari Zaporojye janubida, Zaporojye oblastining Arixov shahri yaqinida hamda Xarkov oblasti sharqidagi Kupiansk atrofida ham nisbatan kichikroq miqyosdagi inqirozlar yuzaga kelgan. Frontning Pokrovsk oralig'idagi uchastkasida so'nggi haftalarda ko'p narsa oydinlashdi. Agar avgust va sentyabr boshida bu hududdan faqat bir necha video e'lon qilingan bo'lsa, endi geolokasiyasi aniqlangan videolar orqali bu amaliyotning to'liq xronologiyasi tuzish hamda front chizig'ining hozirgi holatini baholash mumkin. Avgust oyi boshida Rossiyaning 51-armiyasi bo'linmalari nisbatan kichik kuchlar bilan Ukrainaning mudofaasini Zapovedniya hamda Vladimirovka o'rtasidan 20 kilometr masofada chuqur kirib kelgan va Dobril va Kramatorsk yo'liga chiqqan. Shuningdek, Rossiya qurolli kuchlari harbiylarining shimoliy-sharqiy chekkalarini uchratishgan. Avgust oylarida Ukraina qurolli kuchlari turli yo'nalishlardan, asosan Sumy oblastidan, shuningdek Kupiansk, Chasiv, Yar oblastidan ham zaxira kuchlarini olib keldi. Bu esa Rossiya qurolli kuchlarining Kramatorsk yo'lidan uloqtirib tashlashga imkon bergan.